Bowam eytqan hekmatler. Awam bilen yashashni ozungge adet qil. Avazda Ghunchem Rozi. Zamonaviy avvalda bir podshoh o'tgan ekan. U kuniga 72 vaqt 72 xil tamoq yeydi ekan. Maxsus tamoq to'shiydigan mulozimi bor ekan. Mulozim har qatim tamoq ilib kirganda podshoh ko'ranglab: "Men yegan, sen yeganga o'xshash. Yo'lingga mang" deydi ekanda, ikki qo'llab liganga etildi ekan. Mulozim gaz bog'lab ketgan lavlarini sho'rab, tamg'oqlarini tamishitib, qasrdan ayrildi ekan. Bir kuni podshoh shikarga chiqibdi. Tamoq to'shiydigan mulozimni birga mengibdi. Podshoh otliq, mulozim piyoda ekan. U ot bilan tang mangolmay, putlari og'rib bo'lolmay, podshohga talmirib qarabdi. "Ey, chakar, nimga qaraysan? Men mingan, sen minganga o'xshash emasmi? Mengiva" debdi podshoh qaqaqlab kulib. Mulozim arg'in oyoqlarini aran yo'tkab, o'pkidek esilib, yig'lamsirab mengiveribdi. Uzun mang'andan keyin podshoh kiyiklik taqitib beribdi. Atlarni tog' bag'rida mulozimga tutqizib qo'yib, vazir kenizaklarini elib, taqqa chiqmoqchi bo'pti. Mulozimningmi birga chiqib kiyik ovlig'is keptida tizlanib debdi: "Ey podshoh olam, Pekirning hazratlari bilan shikarga chiqishi tunji ish. Menmu ko'nglimni ichib tushay. Boshqalar patgan taqqa, menmu pataman. Quyruqlarga ilib asla. Rahim qilib birga ilib asla bo'pti-kan meni." Podshoh ko'zining paxtasini chiqarib: "Oy ahmoq, men basilayotganini qara. Men ovligan, sen ovliganga o'xshashku" debla ketib qapti. Mulozim yolg'iz o'ltirib hasrat chekibdi. "Hep, menmu mo'rt kela" debdi. Podshoh tog'dan tushibdi va tog'ni aylanib sayli qilg'ach, o'rda qaytmoqchi bo'pti. Yo'lda suyi mo'l bir daryo uchrabdi. Podshoh: "Bunchalik daryo nima edi?" debdi-da, oldi oqisiga boqmay ot sapdi. Vazirlar agishibdi. Mulozim qirg'oqda qapti. Ot daryoning o'ttirig'i borganda do'lqin so'qib, podshohni egardan ajirtib etibdi. Podshoh suvga bir cho'kib, bir laylab vaqiribdi: "Qani sen mulozim, meni chaqqan qutqizib ol, tez!" Mulozim javob berib mundaq debdi: "Podshoh hazratlari, sizlar aqqan, men aqqanga o'xshash. Xotirjam iqivasizlar. Yatqan yerlari jannatda bo'lsin." Hikmat. Shundoq. Bu dunyo hech kimga boqind emas. Sen, men, u hammamiz oxir ketimiz. Boqi dunyodagi ozgina imtiyozimiz bizni ko'rangitadigan bo'lsa, fani dunyoning elchilari bizni har doim yo'qlashga tayyor. Shuning uchun qo'ldan keladiganligi imkoniyat bo'lsa, Awam bilen yashashni ozungge adet qil. Shundala sen mangulik hayotga erishgan bo'lasan.